alaykum. Alaykum assalom. Rahmat. 20 ta qolib bo'lyaptimi aka bu 20 yerda? ta qolib bo'lyapti. Ustonovka jarayoni, relslarimiz xudo xolasa o'zimiz olib ustonovka qilyapmiz hammasini. Joyimiz 9 metrga 19 metr. Hammasi ankerlab qotirilgan, mustahkam, o'ta mustahkam bo'ladi. Mana shu bilan qolamiz. Ishlashga qilish shart emas. Ko'pchilik beton quyib olib qo'yilardi-yu. Aslida yo'q. Qulay. Misol uchun joy to'g'ri kelmay qolsa, qachon kengaytirish kerak bo'lsa, boshqa joyga o'tish kerak bo'lsa, shunday bolta ekan necha o'tib ketilaveradi. Ishlashga qolaveradi joyida. Eng qulay variantlardan endi bular. Oxirgi modellar shunaqa chiqyapti hammasi. Nech pulga bityapti endi 20 ta qolib, mikser, avtomat reska yana nimamiz bor? Shu avtomat reska qolib 20 ta meshalkasi bor. 10 mingga tushyapti. 10 mingga. Relyslari bilan 11 ming bo'lyapti. Relyslari bilan 11 ming dollarga mana 20 ta qolib bo'lsa 12 talidan bo'lsa 240 ta chiqarsa bo'ladi. Bu degani o'sha bir kunda yorug'ini o'zida 240 dona gazoblok ishlab chiqarsa bo'ladi. Agar yaxshi ishlansa 2 marta aylantirib ham endi nachinoy smena hisoblasak deb 400 taga olib borsa bo'ladi. 400 taga olib borsa bo'ladi. Smenada 24 soat chiqadi. Mana aziz muxlislar ko'rishlari mumkin. Mana shunaqa liniyalar qiziq bo'lsa, shu ekran tagidagi raqamga alo qilasizlar. Kelishtirib, chiroyli qilib ustonovka qilib beramiz. Hammaning ishlariga rivoj, ko'rganda ko'rishguncha.